alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Ye, bu sizdanmi? Ha, yo'qotibsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishloqni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, bular rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara qo'ydi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryani bo'yiga nima qilib kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga it baliq raqsini namoyish etadi. Indirjit, boshlanishni qara. Bolalar начинаем приготовились. И Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejrim muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmayat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu men qishloqda tutqatar jag'alar pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turib qarang. Onay, nima rais bu men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga ro'p bizim mahallada bakateriyalarni olib kelib siqib qo'ydingmi? Oz to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'i usasida, voy! Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu mana Gazek degan o'zimizni milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu qo'limda naqd 10 ming dollar bitta pochka. Mana shu 10 ming dollarni Gazek semishkasini 200 grammligiga mana 10 ming dollarni 20 dollarga qilaman deb ichiga so'raman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz 20 dollar chiqadi. Qale. Yo'qma-yo'q. Rais bu kim semishkasida 20 dollar chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazek.uzga savtir tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazaki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularning ham sharti xuddi shunaqa. O'zlarining profiliga joylab, gazek.uzga savtir tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda, sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlansin. Rais bu asfalt qalay, asfalt. Bu ayollarim maza qilyapti. Mehnat qildik men. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu berib yuboring. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallaning chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'mab pulini yarmini o'zingiz moshina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, nima o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku, Ye, shallaqigina.